Xitoyda bir uzoq masofaga yuk tashuvchi haydovchi falaj bo'lib qolgan xotini bilan birga 300 mildan ortiq yo'l bosib o'tdi. Chunki u xotinini tashlab ketishni istamadi. 2020-yilda uning xotini ko'chada hushidan ketdi. Miyasiga qon quyilgan edi. Operatsiyadan keyin u butunlay falaj bo'lib qoldi. Gapira olmasdi, harakat qila olmasdi. Shifokorlar biz endi hech narsa qila olmaymiz. Uni qariyalar uyiga yoki hospisga joylashtirishingiz ma'qul deyishdi. Hatto ayolning o'zi ham eridan ketishini so'radi. U yuk bo'lishini xohlamasligini aytdi. Lekin eri qat'iy javob berdi: "Yo'q, men seni hech qachon tashlab ketmayman." U yuk mashinasining kabinasini kichkina uyga aylantirdi va keyingi 4 yil davomida Xitoy bo'ylab xotini bilan birga yurdi. Har kuni u xotinini qo'shiq bilan ovqatlantirardi, yuvintirardi, har bir to'xtash joyida reabilitatsiya mashqlarini qilardi va sabr bilan yana yurishni o'rgatardi. Odamlar undan nega ketmading deb so'rashganda u shunday dedi: "U maktabdagi birinchi muhabbatim. 10 yil davomida men yo'llarda yurganimda u oilamizni yolg'iz ko'tardi. Endi qanday qilib uni tashlab ketaman?" 2 yildan keyin ayol gapira boshladi. Keyin yurishni ham o'rgandi. Oxiri to'liq sog'aydi. Shifokorlar bunga ishonisha olmadi. Yillar davomida sukunatda bo'lgandan keyin ayol aytgan birinchi so'zlari shunday bo'lgandi: "Mening erim hech qachon taslim bo'lmaydigan eng kuchli erkak. Sevgi bu faqat so'zlar emas. Sevgi bu butun dunyo qo'yib yubor deganda ham uning yonida turishdir." Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga obuna bo'ling.